Bugün 9 oktyabr. Tong sahar turib mana ishimizni qilyapmiz. Kecha chiroyli uxladik. Bolalar o'yinchoqlarini ochaman qilib talishib ochishdi. Endi hozir qatlama yoyamizda. Qatlamani yog'lab keyin anaqa qilamiz. Sariyog' eritdingiz? Margarin ovqatda eritdik, yog'i eritdik. Endi xamir cheklariga sekin boshlaymiz. Ozgina isitib olibmiz ekanda. Qo'lingizni kuydirib olmang. Qoshiqni olamiz. Ozgina qizib ketibdilar-da. Cho'tkishlik qo'limizda qilamiz. Rosa pazandasizda. Mana. Kecha somsa, bugun qatlama. Har kuni xamir. Qish kunida sovuq o'tgan kuni yaxshi-da baribir. Bolalarga ham mazali, issiqqina yeb olishadi. Issiqqina yeb olishadi hozir. Ular bilan birga. Mana. Ertalabdagi haligi ovqat mashqi yaxshi baribir. Oshxonaga kirib olib. To'g'ri. Shunaqangi narsalar bilan shug'ullansangiz, maza qilasiz. Mehmon ham maza qiladilar. To'g'ri. O'zimiz ham maza qilamiz. Erinmasak, to'g'rimi? To'g'ri. Xotin kishini ishi mana shu. Ko'chaga chiqib ishlagandan uyda pazandalik qilib, bir narsalarni pishirsa bolalar maza qilib, baquvvat yuradi, kasal bo'lmaydi. Mana nevaramga o'xshab do'mboq bo'ladi. Ha, Xurshid? Keliningiz ertalab vohli turib ko'chalarni supurdi. Siz bo'lsangiz mana xamir bilan ovora. Bir-biringizga yordam berib. U hovlilarni supurib, xalq o'tadi-da ertalabki eshikdan. Zerikmaysizlar-da. Ish bilan bandsizlar har doim. Ish bilan band, hamma ish bilan band. To'g'ri. Erkaklarimiz uxlab yotishibdi. Yeymiz deb. Biz mehnatda mana. Endi buni kesamiz. Faqat buni o'rgatgandek. Kim o'rgatgan? Onam o'rgatganida rahmatli onam. Oyingiz ham, onangiz ham pazanda bo'lganlar-da. Onam 8ta bolani boqaman deb hech joyda ishlamaganlar. Qachon qarasangiz xamir ish, xamir, yupqa, somsa, xullas kalom har kuni xamir edi. Joylar jannatda bo'lsin. Ketdi desak, yaxshi yurasan deydilar. Mana bizga o'tib qolibdi mana bilmasdan. Baribir xotin kishini ishida. Nima boshlash. Qatlamani boshlang'ich payti mana. Go'zal, chiroyli. Har kuni qilib bersangiz ham maza qilishaverishadi-da, mazada bu. Ayniqsa ko'cha ishida, sovuq ishda ishlagan odamlarga yaxshi. O'tgan kuni ham piyozli qatlama qildingiz. Bu ko'p piyozlarni qiluvdik. Endi bugun bunisini yoqtirar ekanlar-da mehmon. Piyozsizini. Piyozligi hammaga ham yoqavermaydi, lekin. Mana. Qatlama degan. Chiroyli, zo'r. Mana. Kecha qanaqa uxladingiz? Kechasi yaxshi. Keliningiz uyida? Katta kelinnikiga ketdim-da, kechqurun. Nevaralar hammasini yig'ishtirib, nevaralar bilan o'ynab, soat 11:30-12 gacha o'ynabmiz. Keyin uxladik. Ularga ertaga aytdik, uxladi. Shu bilan ertalab soat 6:15 uyg'onibmiz. Keyin buni sport yaptir deydi. Sport qilib yo'l-yo'lakay yugurdik ona bola. Yaxshi qilibsizlar. Sal aniq qilamiz deb yugurib keldik.
sport qilib. Ertalabki badan tarbiya. Mana 7 bo'lmay yetib kelmizmi? Ha, 7 bo'lmay yetib kelmiz. yaxshi. Endi buni tasarrufini olamiz. Telefondan qo'lab tushgan. Bu yo'lda ko'rdim shekilli. Bittasini hozir qilamiz. Ikkinchisini yapamiz. Hali bunga qilib qo'yamiz. Buni ertalik kunga. Har kuni bittadan bunga qo'yamiz. Endi bunisini yoyamiz mana. Ana topolmadim. Nima? Mana shirigi bor edi-yu, domalar. Juva. Qaygadir yotib qo'ygan. Ben nima qozonni qo'yib yubor qizim. Hozirmi? Hozirmi? Sal turib. Ha, yoyib qo'yaveraymi? Yoyib qo'yaveraymi? Hali turishmadi. Yo'q, turishmadi. Xolos Mayli. shuni ustini yopib qo'ying. Yo'q, mayli, yoyib qo'yaman. Tinib yotadi. Can çikolatella bilan sessiz endi sochimni berib yuboringlar, so'ngamda sochim yo'q ekan. Yo'q bo'ldimi sochig'ing? Ha, ber yangisidan. Ha, beraman hozir. Seskani nima? Suvga pishiraymi yo qovuraymi? Manga suvga pishiringlar. Bugun ham 5 baholi olasanmi, Xurshid? Ha, Yulduzlar, a? Mustafa yaqinda Xitoyga ketadi. Sen ham ketishing kerak edi musobaqaga, matematikadan. Vachiring borada, Xurshid. Endi keyingi gal borasan matematika musobaqaga, Xurshid. Xudo xolasa. Yaxshilab tayyorlansang, Bugun musobaqada yana medallar olsang matematikadan, o'zi birinchi medal. gрамотalar, maqtov yorliqlar olsang. Nechta olgansan medal? 3ta. Xudo xolasa 4-chisini olasan, ha? Keyin Xitoyga ketasan Bitta qolib ketdi-da bu. musobaqaga, Mustafoga o'xshab. Mustafoga o'xshab bu safar musobaqaga boradi. Bu safar chaqirishdi bormadinglar Xurshidni. Ma'lum sabablarga ko'ra Xurshid qatnasha olmadi. Ha, Endi bu safar qatnashadi. ha, xudo xolasa. Xudo xolasa Xurshid meni Amerikaga olib boradi. Xudo xolasa. Ha? Amerikaga Amerikaga boramiz biz. O'shatga ham borasizlar musobaqalarga. Ha, mana Xurshid Amerikani ko'rsatadi. Mustafa Xitoyni ko'rsatadi. Xullas kalom toki hayot tugungacha aylanadi onasi. Aqlli bo'lgani uchun-da, matematikani zo'r bilgani uchun. To'g'rimi o'g'lim? O'zing aytding-ku, men sizni Amerikaga olib boraman deb. Shunaqami, Xurshid? Endi buni ustini Endi tinadi-da, birpas. topdingmi qizim? Nimani? Hani chaqirchiqalaring.